Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Tövəndə diqqətinizlə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. Sharq Turkiston hökumət torbatlarının 6 may gündəki xəbərdə atuş və çöçəkdən olub 6 nəfər kadr əməldarının atalmış mərkəzinin 8 türlük belgiləməsi xilaflıq qılğanlığını, 6 nəfər əməldarının 2 nəfəri Uyğur, 1 nəfərinin Qazaxlıq məlum bolğan. Ularning biri Atuş şəhərlik Xalq sud məhkəməsi delo turğuzuş bölümünün yardımçı sotçisi Cürət İsmail olub, xəbərdə Cürət İsmail delo bağlaş xidmətini vaqtida yaxşı qılmagan. Nəticədə tərəflər cəzağa tartılmay načar təsir payda qılğanlıq üçün partiya tərəfindən qattiq ağahlandırıldı deyilgan. Yana biri Atuş şəhəri Üstün Atuş bazarı doktorxana şöbəsinin müdiri Yalqın Sulayman olub, dairələr onu hökumət kitabı maşınlarının qaz kartısını başquruşda qalayımqançılıq payda qılğanlıqdan bir qancha başquruş obyekti hökumətinin qaz kartısını qalayımqan işiltib qaz qaçılıb aldı deb ayıplagan ekan. Xitay dairələri yaqından bu yan Sharq Turkistonda mərkəzin 8 türlük belgiləməsi xilaflıq qilish degan nom bilan asosiy qatlamlardagi kadr əməldarlarını jazolash harakatini davomlashtirmoqda. Chet ellik күзәтчеләр Xitoy hukumatı hozir xalqarada Uyg'urlar qaratayotgan irqiy qirg'inchilik tufaylidan qattiq tanqid va besimga duch kelganlikdan Sharq Turkistonning vaziyatini texmi changitib, kadr amaldorlarning yuragini qisishni maqsad qilayotganligini mo'ljallanmoqda. Xitoycha Tangirtog to'g'ri yaqinda e'lon qilgan bir xabarda 2021-yilning 1-faslida Sharq Turkistondagi intizom tekshirish va nazorat qilish organlari tomonidan jazolangan asosiy qatlam kadr amaldorlarining 4556 nafar, tanqidlab tarbiyalanganlarning 16226 nafarligini e'lon qilgan. Bularning ichida Uyg'urlarning qanchalik sonini tashkil qiladiganligi aniq deyilmagan bo'lsa-mu, biroq hukumat taratqularida ismlar oshkorlangan ismlardan bularning tangdan to'lisining Uyg'ur ekanligi faraz qilingan. 6 may payshanba kuni Amerika Avon palatasi yana bir qatim Xitoy Kompartiyasining Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsanchiligiga qarta isbot berish yig'ini ichib, Xitoy Kompartiyasining texmi qabih vahshiyliklarini oshkorladi. Payshanba kuni Avon palatasining isbot anglash yig'ini to'g'rida olib berilgan bo'lib, ikki partiyaning parlament a'zolari texmi ko'p guvohchilarni taklif qilib, Xitoy Kompartiyasining Sharq Turkistonda qilgan vahshiyligini bayon qilgan. Xitoy Kompartiyasining jazo lageridan hayot qolgan. O'tgan yil sentabr oyida Amerikaning yordami bilan Washingtonga kelib davolanayotgan Tursunay Ziyodun guvohlik berib, o'zining tili bilan ifodalashga ojizlik qildigan jinsiy zo'ravonlik uchirganligini, lagerdagi har bir Uyg'ur xonim qizlarining shunda qabohatli kunlarni o'tkazayotganligini, balkim ham davomlashayotganligini, kengash a'zolariga tashqi dunyoga noma'lum jazo lagerida nima ishlarning bo'lganligini tafsil anglatdi. Tursunay Ziyodun oxirida yana qachoniki Uyg'ur ayollari bo'libmi Xitoyning xo'rliq va zulmlarga uchrayotgan barliq ayollar qutulmoqcha kurashlarini davomlashtiradiganligini bildirdi. Amerika Avon palatasi Tashqi munosabatlar komitetining raisi Mekiz Xitoy Kompartiyasining necha million Uyg'ur va boshqa turk millatining jazo lagerlari, turmalar va tutib turish markazlarida xalagancha tutib turilayotganligini, ularni majburiy emgak, siyosiy tarbiya, majburiy tug'maslik va bola tushirish operatsiyasi qildirganligi, diniy faoliyatlarni bostirish, oilani ayirish va jinsiy parakandichilik, shundaqla og'ir darajada kishilik huquqi daxli taruz qilganligini bildirdi. Sin orqali isbot anglash yig'iniga yana Uyg'ur kishilik huquq turi mudiriyatining raisi Nuri Turkal va Georgetown universiteti Edmond Walsh diplomatik mulozimat maktabining tarix professori James Millward qatnashdi. Uyg'ur kishilik huquq tashkilotlari o'tgan 4 yilda Xitoy Kompartiyasining Uyg'ur va boshqa turk millatlarga jismoniy jihatdan ziyonkashlik qilib qolmasdan, yana madaniyat, til, san'at, binokorlik va ilmiy muvaffaqiyatlarga qattiq buzg'unchilik qilganligini bildirdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi mart oyida davlat ishlari kotibi Blinkenning Trump hukumatining Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarga tutgan muomalasining irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat tashkil qiladiganligini belgilaganligi qo'shildiganligini, Amerika davlat ishlari mahkamasining bayonotchisi Ned Price 9 mart davlat ishlari mahkamasining qarorlik muxbirlarni kutib olish yig'inida Biden hukumatining Trump hukumatining oxirgi minutlarida chiqargan muhim qarorini, u bo'lsa Xitoy Kompartiyasining Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik olib beryotdi degan hukmini qo'llaydiganligini qayd qilgan. Oldin qayda Amerika Kengash palata a'zosi Marco Rubio va Chris Coons qonun chiqarib, ziyonkashlik uchirgan Uyg'urlarning musofirlar talabini tiziltishni o'tirib qo'ygan. Yetti davlat guruhi tashqi ishlar ministrlari yig'inida navbatda umumiy uqtirish tarqitib, Xitoyning Sharq Turkiston va Hong Kongdagi kishilik huquqi daxli taruz qilganligini tunji qatam oshkora tanqid qildi. Hamda Xitoyning rayon jiddiyligini keltirib chiqarib, rayonning muqimligiga buzg'unchilik qiladigan bir tarafli harakatlarga qat'iy qarshi turadiganligini bildirdi. 7 sanoat davlatining diplomatiya ministrlari 5 may kuni Londonda ochgan yig'in oxirlashgandan keyin o'rtaq bayonot e'lon qilib, Xitoyning savdo, torbi xatarligi va kishilik huquq qatorliq masalalarda tunji qatim tanqid qildi va Tayvan, Sharqiy Xitoy dengizi va Janubiy Xitoy dengizi vaziyatiga bo'lgan andisini ro'shan ifodaladi. Garchi bu xitobnomaga Xitoyning ismi qo'yilmagan bo'lsa-mu, ammo Tayvan bo'g'ozining tinchligi va muqimligiga ahamiyat berishning muhimligini ta'kidlab, davlat hal qilgan masalalarni tinch hal qilishga ilhom bergan.
3 kunlik davomlashgan G7 diplomatiya ministrlari boshliqlar yig'inining muhim nuqtasi bo'lsa, G7 davlat guruhining qanday qilib texmo keng ittifoq qurib, Xitoy va Rossiya boshchiligidagi mustabid hokimiyatning bosh ko'tarishiga taqobil turish ekan. G'arbning moslashib harakat qila oladiganligini ko'rsatish uchun yig'indan Rossiya, Ukraina, Xitoy, Hind Tinch okean rayoni, Shimoliy Koreya, Sharqiy Xitoy dengizi va Janubiy dengiz qatorliq muhim masalalarni o'z ichiga olgan xitobnomani e'lon qilgan. Xitoy haqida 6 muhim nuqta alohida ta'kidlangan bo'lib, ikkinchi nuqta kishilik huquq masalasida Xitoyning kishilik huquq va asosiy erkinlikni hurmat qilishga chaqir qilib, Sharq Turkiston va Tibetning bo'libmi Uyg'urlarning echinishlik kechirmishlari va atalmish siyosiy qayta tarbiyalash lagerlari majburiyat emgiki bo'lgan andisini ifodalab, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari ishxonasining Sharq Turkistonga qarata mustaqil tekshirish olib berishni qo'llaydiganligini bildirgan. Sharq Turkiston tarix modisidan tepilgan 3000 yil burungi davrga tava bo'lgan arxeologiyalik qazilmalardan bayqalgan kiyim-kechaklardan ton, ishton, qo'lqop, balvoq, o'tik va ko'nglik qatorliqlar turining ko'pligi, tikilishining sibtiligi va nusxasining alohidaligi bilan xarakterlandi. Uyg'urlar har qaysi jamiyat taraqqiyotida o'ziga xos kiyim-kechak madaniyatini yaratib kelgan xalq bo'lib, buning ichida xotin keriya ayollarining parijasi asrlar bo'yi chaqnab kelgan quyuq badiiy tus olgan tabarrukimizdir. Parija odatda ayollarning uzun ko'ngligining ustiga keladigan oldi uchuqton bo'lib, do'xava, kimxob, tovar, ipak qatorliq materiallardan tikiladi. Faqatla qora rangda bo'ladi. Yang va etaklarga chash ranglik uchlik kenglikda ziq-ziq tutiladi. To'y-to'kun, o'lim yetim va marikalarda keladi yoki qimmatlik sovg'a qatorida hadiya qilindi. Uyg'urlar qadimdan tartiblab bosh kiyim madaniyatiga ahamiyat berib kelgan bo'lib, qiz ayollar chekisiga gullarni qisib, boshlariga paymamuqdan o'tig'atlarni taqsa, erlar qalpoqlarga chag'ir to'g'ril qushlarning paylarini qadib oladigan odatlar bo'lgan. Uyg'urlarda hozir bu xil qushpay taqash odati mavjud bo'lmasa-mu, lekin sahna kiyimlarda bosh kiyimlarga va tojlarga pay taqash odati mush xil odatning saqlanib qolgan shakldan iborat. Lopnur rayonidagi Ko'nchi daryosining Tovank yaqinining shimoliy qirg'og'iga, Lopnur ko'lining g'arbiy qirg'og'idan 70 kilometr yiroqlikda joylashgan Kiroran qadimiy shahri xarobasidagi qadirib tekshirishga bayqalgan olam shumul to'plardan biri bo'lgan Kiroran go'zali deb nom berilgan ayol jasadning beshiga qo'ng'ir rangli kigizdan tikilgan egiz ushliq yung to'qilma bo'k kiygizilgan bo'lib, bo'kning so'l yoniga 2 tal qushpay qistirilgan. Uchisiga qo'ng'ir rangli yung ipdan to'qilgan yung to'qilma yo'galgan. Putiga bug'i terisidan tikilgan popush kiygizilgan. Qushpay taqash dunyoviy hodisa bo'lib, to'tim qilingan hayvonlarning shaklida yasanish dunyodagi nurg'un ibtidoiy qavmlarda o'rtaq bo'lgan odatlardan biri. Bosh kiyimlarga qushpay taqash Tarim vodisidagi qadimki aholilar orasida keng umumlashgan. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.